1992-yilda tuman partiya qo'mitasining yosh kotibi Kambag'allikni bartaraf etish nomli kitob yozgan. Ushbu kitobda Fujian provinsiyasining sharqiy qismida kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha ko'plab konstruktiv g'oyalar, mulohazalar va usullar ilgari surilgan. Kitob xotimasida ta'kidlab o'tilganidek, ongimizdagi kambag'allikni yengganimizdagina o'zimiz mas'ul bo'lgan hududlarda, mamlakatimizda va xalqimiz hayotidan kambag'allikni bartaraf etib, farovonlik va boylik sari dadil qadam tashlashimiz mumkin. Bu yosh muallif Xitoy Kommunistik partiyasi Fujian provinsiyasi kotibi Si Szinpin edi. Kitob nashr qilinganidan 20 yil o'tib, 2012-yilda u 1 milliard 400 million xitoyliklarga kambag'allikka qarshi misli ko'rilmagan kurashda rahbarlik qildi. В беспрецедентной и тотальной борьбе с абсолютной бедностью. Birinchi qism. Tantanali va'da. Moviy sayyora insoniyatning uyi. Biroq kambag'allik har doim bizning ortimizdan soyaga o'xshab ta'qib qilgan. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, har bir insonning kunlik ehtiyoji $1.90 AQSh dollarini tashkil etadi. 1990-yilda o'ta kambag'al insonlar ko'rsatkichi 1 milliard 900 millionga yaqinlashib qolgan edi. Shundan 80% Sharqiy Osiyo, Tinch okeani va Janubiy Osiyo hududida yashovchi aholiga to'g'ri kelardi. Oxirgi 30 yilda Sharqiy Osiyo va Tinch okeani hududida kambag'allik ko'rsatkichi sezilarli darajada qisqargan. Kambag'allik xaritasi yangidan tuzildi. Bu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchi Xitoy bo'ldi. Tarixiy taraqqiyot ko'pincha muhim burilish nuqtalaridan boshlanadi. 2012-yil Xitoy xalqi uchun burilish nuqtasi bo'ldi. U har tomonlama o'rtacha farovon jamiyat barpo etish yo'lidagi yangi bosqichni boshladi. Bizning burchimiz mamlakatimizdagi barcha millatlarni Xitoy Kommunistik partiyasi atrofida jipslashtirib, ularni buyuk Xitoy millatining tiklanishi yo'lida hamda xalqning yanada farovon hayot kechirish orzusini ro'yobga chiqarish yo'lida tinimsiz kurashga boshlashdir. Bu bizning bosh maqsadimizdir. 2012-yil 29 dekabr kuni Xebey provinsiyasining Fupin tumanida havo harorati Selsiy bo'yicha -10 darajadan ham pastga tushdi. O'sha paytda yaqindagina Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi bosh kotibi lavozimini egallagan Si Szinpin bu yerga yetib kelish uchun Pekindan 300 kilometrdan ortiq yo'l bosib keldi. Bu sizning uyingizmi? Ha. Haqiqiy vaziyatni bilish uchun aynan joyning o'zini hech qanday bezaklarsiz ko'rishim kerak edi. Sizlar menga haqiqiy holatni ko'rsatishingiz zarur. Menga ishning haqiqiy holatini ko'rsatmaydigan narsa kerak emas. Tekshiruv yakunlari bo'yicha Si Szinpin shunday ta'kidladi. Qashshoqlikni bartaraf etish, xalqining turmush sharoitini yaxshilash va bosqichma-bosqich farovonlikka erishish sotsializmning asosiy talablari hamda partiyamizning muhim vazifasidir.
Oddiy xalqning mashaqqatli mehnati natijasida o'rtacha farovon hayotga erishish maqsadi ko'zlanmoqda. Xitoy xalqi ming yillar davomida o'rtacha farovon jamiyat barpo etishni orzu qilib kelgan. Biroq ishlab chiqarish kuchlarining past darajasi, kasalliklar, urushlar, tabiiy ofatlar va boshqa omillar ta'siri sababli hatto eng ravnaq topgan davlatlarda ham xalq qashshoqlikdan butunlay xalos bo'la olmagan. 1840-yildagi Ayfun urushi Xitoyni yarim mustamlaka va yarim feodal mamlakatga aylantirdi. Og'ir kulfatlardan aziyat chekkan Xitoy xalqi esa yanada og'irroq mashaqqat va azob-uqubatlar girdobiga tushib qoldi. 1949-yilgacha Xitoy dunyodagi kambag'al aholi soni eng ko'p bo'lgan mamlakat edi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan milliy daromad atigi 27 AQSh dollarini tashkil etardi. O'sha davrga oid suratlarda oddiy xitoyliklarning deyarli barchasi yirtiq yamoq kiyimlarda, ochlik va kasallikdan holdan toygan holda tasvirlangan. Bugun Xitoy Xalq Respublikasining Markaziy xalq hukumati tashkil etildi. Yangi Xitoy tashkil topganidan keyin Kommunistik partiya qashshoqlikka qarshi urush e'lon qiladi. Sotsialistik tuzumning barpo etilishi kambag'allikni keltirib chiqargan adolatsiz ijtimoiy tuzilmani bartaraf etdi hamda qashshoqlikni ildizi bilan yo'qotish uchun mustahkam institutsional poydevor yaratdi. Islohotlar va ochiqlik siyosati esa bu jarayonni yangi tarixiy bosqichga olib chiqdi. Shundan so'ng Xitoy zaminida ehtiyojmand aholiga ko'mak berish va yangi hududlarni o'zlashtirish bo'yicha keng ko'lamli, tizimli hamda reja asosida amalga oshiriladigan ishlar birin-ketin yo'lga qo'yildi. 加大扶贫攻坚力度，确保到本世纪末基本解决贫困。累计投入财政专项资金28亿元。扶贫集团通过小额信贷对农户进行帮扶。他们选择以打井薪水作为扶贫工作的突破。我们正以每分钟20个人实现温饱的速度消灭贫困。 Atigi bir necha 10 yil ichida amaldagi mezonlarga ko'ra qishloq joylaridagi kambag'al aholi soni 700 million nafardan ortiqqa qisqardi. Tarixning navbatdagi muhim bosqichi bo'lgan 2012-yilga kelib, kambag'allikka qarshi kurash o'zining hal qiluvchi yakuniy pallasiga yetdi. Xitoy oldida eng og'ir va murakkab muammolarni hal etish hamda kambag'allik ustidan to'liq g'alaba qozonish vazifasi turardi. Ayni paytda dunyoda Yevropa qarz inqirozi hali ham yakuniga yetmagan. Jahon iqtisodiyotining o'sish sur'atlari esa sezilarli darajada sekinlashgan edi. Boylar va kambag'allar o'rtasidagi tobora kengayib borayotgan tafovut g'arb jamiyatidagi ijtimoiy ziddiyatlarni yanada keskinlashtirayotgan edi. Islohotlar va ochiqlik siyosati amalga oshirilgan bir necha 10 yillar davomida zamonaviy Xitoy butun dunyo e'tiborini tortgan iqtisodiy mo'jizani yaratdi. Bugungi kunda mamlakat dunyodagi eng yirik sanoat ishlab chiqarish bazalaridan biri, eng katta turar joy majmualariga ega davlat hamda o'rta daromadli aholi soni bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi. Biroq bu ulkan yutuqlarga qaramay, Xitoyda 98,990,000 nafar kambag'al qishloq aholisi yashar edi. Bu ko'rsatkich 2012-yilda aholi soni bo'yicha dunyoda 12-o'rinda turgan ayrim davlatlarning umumiy aholisidan ham ko'proq edi. Mazkur aholi qatlami nafaqat chuqur qashshoqlik sharoitida yashar, balki o'z salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari ham cheklangan edi. Bundan tashqari ular transport va aloqa infratuzilmasi sust rivojlangan, iqtisodiyoti qoloq, tabiiy sharoitlar og'ir hamda tog' va daryolar bilan ajralib turadigan chekka hududlarda tarqalib yashardi. Shu bois kambag'allikni bartaraf etish ishlari tobora ko'proq mablag' talab etar
Vazifalarning murakkabligi ortib, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi esa avvalgi davrlarga nisbatan ancha pasaygan edi. Shunday sharoitda an'anaviy yondashuvlar va eski usullarni qo'llab, ishlarni avvalgi tartibda davom ettirish orqali kambag'allikni butunlay bartaraf etish maqsadiga erishish nihoyatda mushkul edi. 2013-yilda Bahor bayrami arafasida Si Zinpin Xitoy Kommunistik partiyasi bosh kotibi lavozimiga kirishganidan keyingi ilk inspeksiya safarini amalga oshirdi. U dengiz sathidan 2400 metrdan ortiq balandlikda joylashgan Yuangudu qishlog'i hamda dengiz sathidan 1900 metrdan ortiq balandlikda joylashgan Bulingu qishlog'iga tashrif buyurdi. Siz 80 yoshdasiz. O'g'lingiz boshqa shaharga ishlayani ketgan hamda nabirangiz boshqa shaharda o'qiydi. Barcha kerakli yumushlarni o'zingiz bajarasizmi? Ha, o'zim. Albatta, bir o'zingizga juda mushkul. Shundan so'ng har yili kambag'al hududlarga borish Si Zinpin uchun an'anaviy amaliyotga aylandi. Bosh kotib hech qachon kambag'allarni esdan chiqarmaydi. Har yili yangi yil murojaatnomasida kambag'al insonlarni va kambag'allikka qarshi keskin kurashni yodga oladi. Bizda hattoki kambag'allarga yordam berish kuni mavjud. Bu kunda u partiya va jamiyat oldiga bir qator topshiriqlar va talablar qo'yadi. Si Zinpin oddiy xalq yaxshiroq yashashini xohlaydi. Si Zinpin ushbu egri-bugri tog'li yo'llardan 7 yil davomida qatnagan. 1969-yilda 15 yoshligida Shensining shimolida joylashgan Lianzahe qishlog'iga kelgan. U oliy ma'lumotli yosh sifatida bu yerga yuborilgan edi. Bu yerdagi kambag'allik nafaqat uni xotirasida qolgandi, balki uning yoshiga xos bo'lmagan chidamlilik va qat'iyat uyg'otgan. U go'ng tashirdi. Buning uchun katta savatdan foydalanardi. Go'ngni belkurak bilan savatga solar, har gal savat liq to'lardi. Og'ir yuk tufayli yelkasi og'rib qolardi. Shunda u ustki kiyimini yechib ehtiyotkorlik bilan taxlar va yelkasiga qo'yib olardi. Atrofdagilar yelkangiz og'riyapti, bunday og'ir yukni ko'tarmang deb maslahat berishardi. Ammo u men bundan qo'rqmayman deb javob qaytarardi. O'tgan yillarga qarab Si Zinpin aytganki, Shensining shimolidagi hosilsiz sariq zaminda men uzoq vaqt bo'lish yoki bo'lmaslik degan hayotiy savol ustida mushohada qildim. Nihoyat, butun umrimni vatanga va xalqqa xizmat qilishga bag'ishlash qat'iy e'tiqodimga aylandi. 7 yillik mashaqqatli jismoniy mehnat va chiniqish natijasida bir vaqtlar kuniga atiga 6 mehnat birligi ishlab topadigan yigit keyinchalik yirik ishlab chiqarish brigadasi partiya yacheykasining kotibi bo'ldi va uning mehnati kuniga 10 mehnat birligi bilan baholanadigan darajaga yetdi. U biz uchun to'g'on qurdi, quduq qazdirdi, temirchilik ustaxonasini tashkil etdi hamda Shensi provinsiyasidagi ilk biogaz qurilmasini barpo qildi. Si Zinpin qishlog'imizda 2 yil davomida partiya kotibi lavozimida faoliyat yuritgan davrda Lianzaheda misli ko'rilmagan o'zgarishlar ro'y berdi. Qishloq aholisi unga cheksiz ishonch bildiradi. U nima qilishni tavsiya etsa, biz shunga amal qilamiz. 40 yildan ziyod vaqt mobaynida Si Zinpin qalbida xalq tushunchasi tobora chuqurroq ma'no kasb etdi. Dastlab oddiy insoniy tuyg'ular hamda partiya a'zosi sifatidagi mas'uliyat hissi sifatida namoyon bo'lgan bu tuyg'u vaqt o'tishi bilan yirik davlat rahbariga mos yuksak mas'uliyat tuyg'usiga aylandi. 2020-yilda biz o'rtahol jamiyat qurishimiz kerak. Bu uchun kambag'allikni qisqartirish masalalarini o'z qo'limizga olishimiz kerak. Biz bitta ham kambag'al inson qoldirmaymiz. Buni haqiqiy jangga taqqoslasa bo'lardi. 98.900.000 kambag'al qishloq aholisi haqidagi ma'lumot davlat statistika muassasalaridan olingan edi. Lekin kim ular? Qayerda yashaydi? Nega kambag'al? Bunga hech kim javob bera olmasdi. Западная часть провинции Хунань, деревня Шибадун.
Dehqon Shi Jinfuning uyi oldidagi kichik hovlida yoziladigan oddiy qishloq dasturxoni butun sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan maskanlardan biriga aylangan. Aynan shu hovlida 2013-yil 3-noyabr kuni Si Zinpin ilk bor kambag'allikka qarshi manzilli kurash konsepsiyasini ilgari surgan. U shunday dedi: "Burgani granata bilan yo'q qilish mumkin emas. Bu ibora kambag'allikka qarshi kurashda hammaga bir xil yondashuv samara bermasligini anglatardi." Si Zinpinning ta'kidlashicha, bu yo'lda balandparvoz shiorlarga berilmaslik, erishib bo'lmaydigan maqsadlarni qo'ymaslik, aksincha, har bir hududning sharoitidan kelib chiqib, ishlarni bosqichma-bosqich va izchil amalga oshirish lozim. Qanday qilib qishloq hayotini rivojlantirsa bo'ladi? Avval nimadir o'ylash kerak, so'ng bajarish lozim va bu uchun barcha kuchlarimizni safarbar qilishimiz zarur. Kambag'allarga manzilli yordam ko'rsatish g'oyasining ilgari surilishi kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha ishlarni tizimlashtirdi hamda ularning rivojlanish yo'nalishini belgilab berdi. Qanday yashayotganingizni ko'rsating. Oilangizda necha kishi yashaydi? Bundan boshqa kirim bormi? Qishda uyingizni qanday istasiz? Kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan manzilli yordamda avvalambor muhtojlarni aniqlab olish kerak edi. 2014-yilning aprel oyida quyi qismining 800 mingta kadri qashshoq hududlarda uyma-uy yurib kambag'allarni aniqlab borishdi. Butun Xitoy bo'ylab shimol va janubda, g'arb va sharqda, kimsasiz cho'llar va quyuq o'rmonlarda 128 ming kambag'al qishloqlar hamda 89 million 620 ming kambag'allar borligi aniqlandi. Kambag'al aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni tizimli yuritish maqsadida maxsus ma'lumotlar bazasi shakllantirildi va unda har bir ehtiyojmand fuqaro haqidagi ma'lumotlar jamlandi. 2015-yilda kam ta'minlangan aholi haqidagi demografik ma'lumotlarga aniqlik kiritish maqsadida butun mamlakat bo'ylab kambag'allarga yordam ko'rsatish tizimi 10 oy davomida ma'lumotlar bazasini qayta tekshirish ishlariga 2 milliondan ortiq xodim safarbar etildi. Tekshiruv natijasida bazaga 8 million 700 ming nafar haqiqatda ehtiyojmand fuqaro kiritildi. 9 million 290 ming nafar asossiz ravishda ro'yxatga olingan shaxs esa undan chiqarib tashlandi. Natijada kambag'allikni qisqartirish bo'yicha qo'llab-quvvatlash choralari aniq ehtiyojmand qatlamga yo'naltirildi. 2015-yil 18-iyun kuni Guyang shahrida bo'lib o'tgan 13-5 yillik reja davrida ayrim shahar va viloyatlarning kambag'allikni qisqartirish hamda iqtisodiy rivojlanish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda Si Zinpin kambag'allarga manzilli yordam ko'rsatish siyosatining 6 ta asosiy tamoyilini tizimli ravishda umumlashtirib berdi. Shundan so'ng u kambag'allikdan manzilli xalos etishni amalga oshirishning 5 ta asosiy yo'nalishini ham belgilab berdi. Mazkur yondashuv kambag'allikni qisqartirish siyosatining asosiy mazmunini aniq belgilab berdi. Unda 4 ta muhim savolga javob berildi. Kimni qo'llab-quvvatlash kerak? Qanday qo'llab-quvvatlash kerak? Qo'llab-quvvatlash choralarini kim amalga oshirish kerak va kambag'allikdan qanday chiqarish kerak? Shu tariqa kambag'allikni qisqartirish sohasida manzilli hamda aniq maqsadga yo'naltirilgan yangi tizimga o'tildi. 2015-yilda dunyo hamjamiyati nigohi yana kambag'allikka qaratildi. Sentyabr oyida Nyu-Yorkda BMT barqaror rivojlantirishga qaratilgan sammiti bo'lib o'tdi. Unda 2030-yilgacha kambag'allikni qisqartirish barqaror rivojlanishning asosiy maqsadi etib belgilandi. So'ngra Jahon banki xalqaro kambag'allik ko'rsatkichini kuniga $1.25 dan $1.90 ga ko'targanligini ma'lum qildi. Shu yili bo'lib o'tgan Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy kengashining 18-chaqiriq 5-plenumida 2020-yilga qadar Xitoyda amaldagi kambag'allik mezonlari bo'yicha qishloq kambag'alligini to'liq bartaraf etish maqsadi aniq belgilandi. Shuningdek, barcha kambag'al tumanlarni kambag'allik maqomidan chiqarish hamda kambag'allik muammosini mintaqalar miqyosida butunlay bartaraf etish vazifasi qo'yildi. Ushbu maqsad Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish kun tartibida belgilangan kambag'allikni qisqartirish maqsadiga 10 yil avval erishishni nazarda tutar edi. Lyupang tog'i Xitoy ishchi dehqon qizil armiyasi buyuk yurish davomida oshib o'tgan so'nggi tog' bo'lgan. Mazkur tog'dan o'tish dushman qurshovini yorib chiqishni anglatgan va Xitoy inqilobining yangi bosqichga o'tganidan darak bergan.
Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy kengashining 18-chaqiriq 5-plenumida kambag'al hududlarni rivojlantirish orqali ularga yordam ko'rsatish shiori kambag'allikni bartaraf etish uchun kurash konsepsiyasi bilan almashtirildi. Si Zinpin bu o'zgarishni izohlar ekan, kambag'allikni bartaraf etish yo'lidagi kurash ham Liupan tog'idir. Faqat shu tog'dan oshib o'tilgandagina iqtisodiy rivojlanish orqali kambag'allarga yordam ko'rsatish yo'lidagi buyuk yurish yakuniy g'alabaga erishadi, deya ta'kidladi. Mazkur so'nggi dovonni zabt etish maqsadida 2015-yil noyabr oyida kambag'al hududlarni rivojlantirish va ularga ko'maklashish masalalariga bag'ishlangan Markaziy ishchi kengashi bo'lib o'tdi. Unda kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha ishlar har tomonlama rejalashtirildi. Shundan so'ng HKP Markaziy qo'mitasi va Davlat kengashi 13-5 yillik davr uchun kambag'allikni bartaraf etish rejasini e'lon qildi. Mazkur hujjatda yakuniy g'alabaga erishish uchun amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning aniq jadvali va yo'l xaritasi belgilab berildi. Xitoy Davlat kengashining kambag'al hududlarni rivojlantirish va ularga yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha idorasi arxivida kambag'allikni bartaraf etish yuzasidan mas'uliyat to'g'risidagi ko'plab deklaratsiyalar saqlanadi. Ushbu hujjatlar Markaziy va G'arbiy Xitoydagi 22 ta viloyat, avtonom rayon va markazga bo'ysunuvchi shaharlarning partiya hamda hukumat rahbarlari tomonidan Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi oldida imzolangan. Deklaratsiyalar muqovasida Xitoy Kommunistik partiyasining oltin rangdagi ramzi tasvirlangan. Mas'uliyat deklaratsiyasini ochganimizda unda har bir viloyat va shahardagi kambag'al tumanlar soni, har bir hududdagi kambag'al aholi miqdori hamda Xitoy Kommunistik partiyasi oldida qabul qilingan majburiyatlar bayon etilganini ko'rish mumkin. Deklaratsiyaning yakuniy bandida esa quyidagi talab belgilangan. Kambag'allarga yordam ko'rsatish va kambag'allikni bartaraf etish ishlari yuzasidan Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi hamda Davlat kengashiga muntazam ravishda hisobot taqdim etish va ularning nazorati ostida faoliyat yuritish. Bosh kotib doimo ta'kidlaydi, urushda hazilga o'rin yo'q. Mas'uliyat deklaratsiyasini imzolash orqali biz qasamyod qildik. Bu vazifani albatta uddalashimiz kerak. Bu xalq oldidagi vazifamizdir. Yig'ilishda qatnashgan barcha savdoshlarimizni yagona maqsad kambag'allikni bartaraf etish vazifasi birlashtirib turardi. Bosh kotib bu borada muhim strategik qaror qabul qildi. Endi esa biz qat'iy iroda bilan bor kuch va imkoniyatimizni safarbar etgan holda ushbu qarorni to'liq amalga oshirishimiz zarur. Mazkur shakldagi mas'uliyat deklaratsiyasi, ya'ni qasamyod hujjati, Markaziy va G'arbiy Xitoydagi 22 ta viloyat, avtonom rayon hamda markazga bo'ysunuvchi shaharlardagi barcha darajadagi partiya qo'mitalari va davlat hokimiyatlari organlarida, viloyat, shahar, tuman va qishloq bo'g'inlarida joriy etildi. Mas'uliyat deklaratsiyasining barcha boshqaruv darajalarida imzolanishi Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasining yagona rahbarligi va muvofiqlashtiruvchi rolini yanada mustahkamladi. Shu bilan birga viloyatlarning mas'uliyati aniq belgilandi hamda kambag'allikni bartaraf etish siyosatini joylarda amaliy jihatdan samarali amalga oshirishga xizmat qiladigan boshqaruv tizimi shakllantirildi. Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasining oliy rahbariyatidan tortib, eng quyi bo'g'inidagi mahalliy tuzilmalargacha kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha yagona boshqaruv tizimi shakllantirildi. Si Zinpin bu ishga shaxsan boshchilik qilib, barcha darajadagi rahbarlarning mas'uliyatini yanada kuchaytirdi. Natijada partiyaning xalq oldida bergan kambag'allikni bartaraf etish haqidagi va'dasini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam tashkiliy asos yaratildi. 2016-yilda kambag'al hududlarni rivojlantirish siyosati amalga oshirilganining 30 yilligi hamda Sharqiy va G'arbiy Xitoy o'rtasidagi kambag'allikka qarshi hamkorlik yo'lga qo'yilganining 20 yilligi munosabati bilan Yinchuan shahrida Sharqiy va G'arbiy hududlarning kambag'allikni bartaraf etish sohasidagi hamkorligiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda Si Zinpin Sharqiy hududlar G'arbiy hududlarni yanada faolroq qo'llab-quvvatlashi zarurligini ta'kidlab, kambag'allikni bartaraf etish yo'lidagi hal qiluvchi g'alabaga erishish uchun hududlararo hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Kambag'allikni tugatish butun mamlakatning umumiy vazifasi sifatida belgilandi. Barcha hududlar ushbu maqsad yo'lida birlashib harakat qilishi, umumiy farovonlikka esa faqat umumiy sa'y-harakatlar orqali erishish mumkinligi alohida qayd etildi. 2017-yil 21 fevral, Pekin. 2017-yil 21 fevral kuni Chiroqlar festivali endigina yakunlangan paytda Pekindagi Junanxay qarorgohida Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi siyosiy byurosining jamoaviy o'quv mashg'uloti bo'lib o'tdi. Bugungi jamoaviy o'quv mashg'ulotimiz mamlakatimizdagi kambag'allikka qarshi kurashga bag'ishlangan. Bu mavzuni tanlashdan sabab kambag'allikka belgilangan muddatgacha barham berish hamda amaliy vazifalarni bajarishga qaratilgan. 而且实实在在的实现，
不是勉勉强强的实现，更不能是虚假的实现。 Avval mavzuga oid film tomosha qilamiz, so'ngra taqdimotlarga kirishamiz. Qolgan kambag'al aholi asosan qashshoqlik chuqur ildiz olgan nochor hududlar, eski inqilobiy hududlar, chegara hududlari hamda milliy ozchiliklar yashaydigan hududlarda jamlangan. Film tomoshasidan so'ng Si Zinpin ta'kidlab o'tdiki, insonlar hali ham qiyin hayot kechirishmoqda. Ko'rinib turibdiki, Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi og'ir qashshoqlik muammosini bartaraf etish bo'yicha alohida qaror qabul qilishi zarur. Xitoyda 2012-yilda 98.990.000 kambag'al odamdan 2016-yil oxiriga qadar 43.350.000 kishigacha qisqargan. Bu ulkan muvaffaqiyat. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatdiki, agar kambag'al aholi qismi umumiy aholining 3%ni tashkil qilsa, bu ko'rsatkichni yengishning eng qiyin davriga to'g'ri keladi. 2017-yilda Xitoy bu raqamlarga yaqin kelgandi. Jamoaviy o'quv mashg'ulotlaridan 4 oy o'tgach, Taiyuan shahrida kambag'allik darajasi o'ta og'ir bo'lgan hududlarga qaratilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilish davomida 3 ta okrug va 3 ta hudud aniqlandi. Tibet va unga yaqin hududlar, Janubiy Xinjiang va uning 4 ta okrugi, Sichuandagi Liangshan, Nunjiang Lisus avtonom okrugi, Linxiahui avtonom okrugi. Ular kambag'allik bilan kurashning eng muhim nuqtalari etib belgilandi. 2017-yil kuzida bo'lib o'tgan Xitoy Kommunistik partiyasining 19-syezdida har tomonlama modernizatsiya qilingan sotsialistik davlatni barpo etishning aniq yo'l xaritasi va vaqt jadvali belgilab berildi. Mamlakat 200 yillik maqsadni ro'yobga chiqarish yo'lida tarixiy burilish nuqtasiga qadam qo'ydi. Shu bois 2020-yilgacha kambag'allikni to'liq bartaraf etish va har tomonlama o'rtacha farovon jamiyatni barpo etish vazifasi alohida strategik ahamiyat kasb etdi. Kam ta'minlangan aholi hamda iqtisodiy jihatdan orqada qolgan hududlarning butun mamlakat bilan birgalikda o'rtacha farovon jamiyat sari odimlashi partiyaning xalq oldidagi tantanali va'dasi sifatida e'tirof etildi. Ushbu maqsad Xitoy Kommunistik partiyasi 19-syezdi hisobotiga ham kiritildi. Har tomonlama o'rtahol jamiyatni barpo etish jarayoni har bir insonni qamrab olishi lozim. Hech kim bu jarayondan chetda qolmasligi kerak. Biz partiyamizning xalq oldida bergan va'dasini albatta ro'yobga chiqaramiz. Xitoy Kommunistik partiyasining 19-syezdida kambag'allikka qarshi kurashish farovon jamiyatni qurish yo'lida eng muhim 3 ta masaladan biriga aylandi. HKPni 3 yilga mo'ljallangan harakatlari yoritilgan nashrida talab qilinganidek, butun partiya kambag'allikka qarshi kurashga safarbar etilishi kerak edi. 2017-yil noyabr oyida kambag'allikning eng og'ir nuqtalari etib belgilangan 3 ta rayon va 3 ta okrug mas'ullari Markaziy qo'mitaga maxsus hisobot berish uchun yetib kelishdi. Bu mamlakatda ilk bor bo'lib o'tayotgan jarayon edi. Gap butun mamlakatda bunday og'ir muammoni 3 yil ichida hal qilish masalasi ustida turibdi. Butun mamlakat taraqqiyoti sur'atini sekinlashtirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Xinjiang avtonom rayonida mutaxassislar jamoasi Janubiy Xinjiangning eng og'ir ahvoldagi 4 ta okrugidagi dolzarb muammolarni hal etishning eng samarali rejasini ishlab chiqish uchun tunlarni bedor o'tkazdi. Mazkur rejani tayyorlash jarayonida Davlat kengashining kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha yetakchi guruhi hamda 19 ta markaziy idora uslubiy va tashkiliy jihatdan yo'l yo'riq ko'rsatib zarur ko'makni taqdim etdi. Markaziy idoralarning taklif va mulohazalarini zudlik bilan tumanlarga yetkazamiz. Tegishli o'zgartirishlar kiritilgach, hujjatlar yana yuqori tashkilotlarga taqdim etiladi. Ana shunday o'zaro hamkorlik mexanizmi tufayli barcha idora va tashkilotlar o'z takliflarini kiritish hamda sa'y-harakatlarini birlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Fevral oyida Dalianshan tog'li hududida havo nihoyatda sovuq bo'ladi. Bu hudud nafaqat mamlakatdagi ma'lum bir millat vakillari zich yashaydigan eng yirik mintaqalardan biri, balki qashshoqlik eng og'ir tus olgan hududlardan biri ham hisoblanadi. Bu yerdagi 17 ta shahar va tumanning 11 tasi kambag'allikdan jiddiy zarar
ulgurgan bo'lib, kambag'al aholi soni 970 ming nafarga yetgan edi. Xitoy Kommunistik partiyasining 19-syezdidan keyingi ilk bahor bayrami arafasida Si Zinpin ushbu hududga tashrif buyurdi. U 70 kilometrdan ortiq tog'li yo'lni bosib o'tib, qariyb 2 soat yo'l yurdi. Qattiq sobiq hukm surayotganiga qaramay, Si Zinpin dehqon xonadonlariga kirib, kambag'al oilalarning turmush sharoiti bilan batafsil tanishdi hamda ularning hayoti, kundalik ehtiyojlari va yashash sharoiti haqida hol-ahvol so'radi. Sizlarning yangi uy-joylariga munosib tarzda ko'chib o'tishingizni ta'minlash bizning asosiy maqsadimizdir. Hozir avvalgiga qaraganda sharoit ancha yaxshilandi, ammo bu hali yetarli emas. Biz uni bundan buyon ham izchil yaxshilashga davom etamiz. Sotsializm insonlarga yanada baxtli va farovon hayot baxsh etish kerak. Hech bir millat, hech bir oila va hech bir inson e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Biz Xitoy Kommunistik partiyasining butun xalq oldida bergan barcha va'dalarini albatta ro'yobga chiqaramiz. Shu yili inson resurslari, moliyaviy mablag'lar va boshqa zarur resurslar tezkorlik bilan qashshoqlik eng og'ir bo'lgan hududlarga safarbar etildi. Kambag'allikni bartaraf etish dasturlarini amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'larning umumiy hajmi 340 milliard yuandan oshdi. 2018-yil oxiriga kelib, butun mamlakat qishloqlarida 16 million 600 ming nafar kambag'al aholi qolgan edi. Kambag'allik ustidan to'liq g'alaba qozonish uchun faqat so'nggi hal qiluvchi qadamni tanlash lozim edi. Biroq tekshiruvlar natijasida muammo paydo bo'ldi. Kambag'allikni bartaraf etish ishlari davomida ko'rsatkichlarni sun'iy oshirish hamda hisobotlarni soxtalashtirish holatlari yuzaga keldi. Bunga javoban bosh kotib 2 kafolatlangan ta'minot va 3 ta kafolat konsepsiyasini ilgari surdi. 2 kafolatlangan ta'minot va 3 ta kafolat tamoyili shuni anglatadiki, aholini davlat tomonidan belgilangan kambag'allik chegarasidan chiqarishning o'zi kifoya emas. Shu bilan birga, qishloqdagi kambag'al aholining oziq-ovqat va kiyim-kechakdan muhtoj bo'lmasligi, shuningdek, ularga majburiy ta'lim olish, asosiy tibbiy xizmatlardan foydalanish va xavfsiz uy-joy bilan ta'minlanish kafolatlanishi lozim. Keyingi yig'ilishda Si Zinpin Ta'lim vazirligi hamda 2 kafolatlangan ta'minot va 3 ta kafolat tamoyilining amalga oshirilishi uchun mas'ul bo'lgan yana 5 ta idoraga belgilangan vazifalarni o'z vaqtida bajarishni ta'minlaydigan zarur choralarni ko'rish topshirig'ini berdi. Mas'ul vazirlik va idoralar zudlik bilan amaliy ishlarni boshlab yubordi. Ular mavjud muammolarni har tomonlama aniqlash, zarur resurslarni safarbar etish hamda hududlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib tabaqalashtirilgan yondashuvni qo'llash choralarini ko'rdilar. 5 million 200 ming nafar aholi uchun 2 kafolatlangan ta'minot va 3 ta kafolat talablari to'liq ta'minlandi. Kambag'allikni bartaraf etish yo'lidagi kurashda Si Zinpin ushbu siyosatning bosh me'mori va oliy rahbari sifatida faoliyat yuritdi. Hal qiluvchi bosqichlarda bergan muhim ko'rsatmalari, strategik yo'l yo'riqlari hamda zarur tuzatish choralari orqali u kambag'allikni bartaraf etish ishlarini izchil va samarali davom ettirishni ta'minladi. Qashshoqlik shamol kabidir. Uning ham o'z qudrati mavjud. U kuchsizlarni yo'ldan qaytaradi. Ammo kuchli inson unga qarshi dadil odimlab, shamolni ortda qoldiradi. Buning uchun kuchning o'zi yetarli emas, balki mustahkam ishonch va qat'iyat ham zarur. Keng daryolar, go'zal tog'lar. Ammo tarix daryosi hech qachon osoyishta oqmaydi. Zamonaviy dunyo so'nggi bir necha asr davomida kuzatilmagan ulkan o'zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Iqtisodiy globallashuv sekinlashib, ayrim yo'nalishlarda ortga chekinish tendensiyasi kuzatildi.
Proteksionizm va unilateralizm tobora kuchaya boshladi. Islohotlar va ochiqlik siyosati amalga oshirilgan 40 yil davomida Xitoy ko'plab sinov va qiyinchiliklarni yengib o'tib, yangi tarixidagi eng qulay rivojlanish bosqichiga erishdi. Biroq mamlakatni bundan ham og'irroq sinov kutayotgan edi. 2020-yil yangi yil arafasida butun dunyoni kutilmaganda qamrab olgan koronavirus epidemiyasi boshlandi. Xubey viloyatining Uxan shahri va boshqa hududlarida COVID-19 infeksiyasi aniqlandi. 23 yanvar kuni soat 10:00 dan boshlab Uxan shahrida jamoat transporti, metro, aholi hayoti va salomatligini himoya qilish maqsadida 1 milliard 400 million aholiga ega mamlakat qat'iy karantin, lockdown choralarini joriy etdi. Ushbu choralar Xitoy iqtisodiyotiga jiddiy zarba berdi hamda kambag'allikni bartaraf etish yo'lidagi hal qiluvchi bosqichni yakunlash jarayonida eng katta to'siqlardan biriga aylandi. Bugun 2020-yilning 23-fevrali. Ko'plab odamlar hanuzgacha ish joylariga borisha olmayapti. Epidemiya tufayli transport logistikasidagi cheklovlar oqibatida kambag'al oilalar uchun olingan don-urug'lar nobud bo'ldi. 2020-yil 6-mart kuni butun mamlakat epidemiyaga qarshi kurash olib borayotgan bir paytda Pekinda qashshoqlikka qarshi kurashdagi hal qiluvchi g'alabani ta'minlash masalasiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Xalqaro tashkilotlar Xitoy belgilangan muddatda kambag'allikni to'liq bartaraf etish vazifasini uddalay olmasligi mumkinligini prognoz qilgan edilar. O'sha paytda mamlakat ichida ham, xorijda ham ayrimlar belgilangan muddatda vazifani bajarish mumkinligiga ishonmas, shubhalar kuchaygan edi. Bosh kotib bu yig'ilishni albatta o'tkazish kerakligini ta'kidladi. Uni kechiktirib bo'lmasdi. Kutishga vaqt yo'q edi. Yig'ilish videokonferensiya formatida tashkil etilib, unda barcha provinsiyalar, avtonom rayonlar va markazga bo'ysunuvchi shaharlar, shuningdek kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha mas'uliyat deklaratsiyasini imzolagan barcha tumanlar ishtirok etdi. Hushyorlikni susaytirishga ham, xotirjamlikka berilishga ham yo'l qo'yib bo'lmaydi. Xalq oldida berilgan va'da albatta bajarilishi shart. Endi so'nggi hal qiluvchi sa'y-harakatni amalga oshirib, yakuniy g'alabaga erishish zarur. So'nggi hal qiluvchi sa'y-harakatni amalga oshirib, g'alabaga erishish kerak edi. Bosh kotib yakuniy topshiriqni berdi. Hujum boshlanishi uchun signal yangradi. Ikki katta safarbarlik guruhi vazifa tomon yo'l oldi. Birinchisi mamlakatning barcha hududlaridan yig'ilgan tibbiy brigadalar edi. Ikkinchisi esa Xitoyning kambag'al qishloqlariga yo'l olgan kambag'allikka qarshi kurash bo'yicha yordam qo'shinlari bo'ldi. Hozir men avtovokzaldaman. Bugun ertalab 9 ta reys jo'natdik. Hozir ishchilarni topish mushkul. Hozirda epidemiya avj olgan bo'lsa ham, biroq barra choy barglarining narxi o'tgan yilgidan past emas. 2020-yil kambag'allikni yengishda muhim o'rin egallaydi. Bizda bundan ham murakkab masalalar bor. Shuning uchun yengilmaymiz. Raqamlar ortidan quvmasligimiz kerak. Demak, bu so'nggi marradir. 要聚焦一些重点问题， 也不能为多而多。 意味着这是个最后的。 Kambag'allik maqomi hali bekor qilinmagan 52 ta tumandagi ishlarni joyida muvofiqlashtirish va ularga amaliy rahbarlik qilish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Aholi bandligini barqarorlashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, korxona va ishlab chiqarish faoliyatini qayta tiklash, shuningdek, zarur yordam va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash bo'yicha kompleks choralar ko'rildi. Davlat kengashi huzuridagi kambag'allikni bartaraf etish va rivojlantirish bo'yicha rahbarlik guruhi Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasining qarorlariga muvofiq epidemiyaning kambag'allikni bartaraf etish ishlariga salbiy ta'sirini imkon qadar kamaytirish maqsadida tezkor va manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirdi. 2020-yil o'ziga xos sinovlarga boy yil bo'ldi. U Xitoy Kommunistik partiyasi a'zolarining ishonchi, qat'iyati va mas'uliyatini jiddiy sinovdan o'tkazdi. Koronavirus epidemiyasi hali davom etayotgan bir paytda mamlakatning turli hududlarida ketma-ket kuchli suv toshqinlari yuz berdi. Si Szinpin bir oy ichida
suv toshqinlaridan zarar ko'rgan hududlar yuzasidan 3 marotaba muhim ko'rsatmalar berdi. U tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish hamda kambag'allikni bartaraf etish ishlarini o'zaro uyg'unlashtirgan holda kompleks rejalashtirishni, zarar ko'rgan hududlarga har tomonlama yordam ko'rsatishni hamda tabiiy ofatlar oqibatlarida aholining yanada qashshoqlikka qaytishiga yo'l qo'ymaslikni talab qildi. Davlat kengashi huzuridagi kambag'allikni bartaraf etish va rivojlantirish bo'yicha rahbarlik guruhi eng avvalo kambag'al mehnatga layoqatli aholini qo'llab-quvvatlash masalasini ustuvor yo'nalish sifatida belgiladi. Shu maqsadda ularning bandligini ta'minlash va daromad manbalarini saqlab qolishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu bilan birga kambag'allikni bartaraf etish yo'lidagi hal qiluvchi bosqichning asosiy maqsadi o'zgarishsiz qoldi. Jahon bankining 2020-yilgi hisoboti. 2020-yil 9-oktyabrda Jahon banki hisobotida ta'kidlanishicha, koronavirus epidemiyasi va jahon iqtisodiyotidagi retsessiya oqibatida yana 100 millionga yaqin inson qashshoqlik chegarasidan pastga tushib qolishi mumkin edi. Bu ko'rsatkich Jahon banki qashshoqlik bo'yicha global statistikani yurita boshlaganidan buyon kuzatilgan eng yuqori o'sishlardan biri sifatida baholandi. Bunday vaziyat o'ta qashshoqlikni qisqartirish bo'yicha uzoq yillar davomida ijobiy tendensiyaning ortda qoldirganini anglatardi. Biroq Xitoyda 2020-yil oxiriga kelib mutlaq qashshoqlik to'liq bartaraf etildi. Shu tariqa partiya xalq oldida bergan va'dasini amalda ro'yobga chiqardi. Xitoy Kommunistik partiyasining xalqqa bergan va'dasi amalga oshirildi. Biz kambag'allikni bartaraf etish yo'lidagi hal qiluvchi g'alabaga partiyaning kuchli rahbarlik yadrosi boshchiligida erishdik. Bosh kotib Si Zinpin kabi qashshoqlikka qarshi kurashga butun borlig'ini bag'ishlagan, bu ishga shu qadar jiddiy va qat'iyat bilan yondashgan boshqa biror davlat rahbari yo'q. Si Zinpinning kambag'allikka qarshi kurash haqidagi muhim qarashlari qashshoqlikni bartaraf etish bo'yicha marksizm nazariyasini boyitdi hamda butun dunyoda qashshoqlikka qarshi kurash uchun Xitoy tajribasi va Xitoy yechimini taqdim etdi. 提供了中国的智慧和中国的方案。 Vaqt eng xolis guvoh. Shu bilan birga tarixni yozuvchi buyuk kuchdir. Shansi viloyatidagi Zinganshan shahri Xitoy Kommunistik partiyasi tashkil etgan ilk inqilobiy tayanch hududidir. Aynan shu yerda Xitoy Kommunistik partiyasi mehnatkashlarni ozod etish va xalqni farovon hayot sari yetaklashga va'da bergan edi. Bugun esa Xitoy inqilobining beshigi qashshoqlik tamg'asidan butunlay xalos bo'ldi. O'sha yili Xitoy Kommunistik partiyasi xalqqa bergan va'dasi amalga oshdi. Dunyo aholisining qariyb 5 dan 1 qismini tashkil etuvchi Xitoy mutlaq qashshoqlikni to'liq bartaraf etdi. Qashshoqlikni mislsiz suratlarda qisqartirish, uni ulkan ko'lamda bartaraf etish va bu yo'ldagi qat'iy sa'y-harakatlar insoniyat tarixida qashshoqlikni kamaytirish borasida Xitoy mo'jizasini yaratdi.